Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda hech qanaqa pomidorda hech qaysi ishlov berilmagan, aytganlaridek ekilgan, chopuq qilingan, suv berilgan. Boshqa holat qilinmagan. Mana pomidorni agar boshqa eski seleksiyadagi navlarimizni hozir Fayzulloh uzganlarida bunga qaytish kerak bo'lardi. Guli bilan uzib olgan, to'g'rimi? Qaytish kerak bo'lardi. Atrofda yon beringizdek yaqinlaringiz, birodarlaringiz bu pomidorga fikrligi qanaqa? O'shani bitta aytib o'tsangiz. Bu pomidor serhosil. Qattiqligi ham yaxshi. Kasallikka chidamli. Gul qurashi yo'q. Kun issiqda barglari uyushib qolmaydi. Hamma stress sharoitlarga chidaydi. Hammasiga chidaydi. Bunga hali umuman dori sepilmadi. Faqat chopiq suv. Mashalloh. Pomidor bozorga olib chiqqanda ham holatlari juda go'zal. Yana bitta narsa boy kelganimda bitta kashf qildik. Ko'p pomidorlarda ichkarida bez holati bo'ladi. Oq bo'ladi. Oq. Bunda o'sha holat yo'q. Keyin po'stlog'i qalin, ezilib ketmaydi. Ichkarida o'sha suvni ham, ichidagi namligini saqlab qoladi. Miyasini holati ham juda zo'r. Assalomu alaykum hurmatli bizlar kuzatuvchilarimiz. 2025-yil bugun 31-iyul biz Jizzax viloyatining Baxmal tumanini Barlos qishlog'idamiz. Bu yerda bizani Genetic Seeds firmani Bedu degan nomimiz ekilgan. Pomidorimiz ekilgandan beri mana bu dehqonchiligini qilgan, bizani pomidorni yetishtirgan Umar akani o'zlari bilan gaplashamiz. Umar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Umar aka, bu pomidorni siz sinov uchun ekkan ekansiz. O'zingiz aytishingiz bo'yicha sinovga eng og'ir, eng qiyin sharoitlarni boshiga solamiz. O'sha sharoitlarda bo'lgandan keyin uni yaxshi yerga ekamiz dedingiz. Shunaqami? Endi Umar aka, bunga shu kungacha nima agrotexnik tadbirlarini qildingiz? Buni faqat ekdik, chopig'i qilindi, suv berildi, boshqa hech narsa berilmadi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ekildi, chopig'i qilindi, suv berildi, boshqa hech narsa qilinmadi. Umar akam, bu bunda ko'rsatib o'ting, hurmatli operatorimiz, bularni sinov uchastkalari. Bu yerda sinab o'tkazib bo'lganlaridan keyin katta yerga o'tkazar ekanlar. Umar aka, sizga endi qisqa savollar beraman. Mana bitta chopuq qildim, suv berdim, boshqa hech narsa qilmadim do'st. Umar aka, bu pomidor kasallandimi, kasallanmadimi? Yo'q, bu kasallanmadi. Kasallanmadi. Hech qanaqa kasallik sezmadingiz. Yo'q. Fungitsidli zabolemaniyalar hech qaysi yo'q. Qora dog'li narsalar yo'q pomidoringizda. Keyingisi bez bo'lib qoladigan pomidor yo'q. Yo'q, ichida. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz aytib o'tganimizdek, bizani Bedu navimizda 11 xil kasalga emlangan, 11 xil kasallik ichida TV'ga ham emlangan. TV hammamiz bilamiz, Tbilisilarda uchraydigan kasal, o'sha kasalga ham emlangan. Inshaalloh bizani urug'larimiz O'zbekiston yerlarini inshaalloh zaharlamaydigan sifatli urug'lar. O'shanisini birinchi dalolatini aytib ketishimiz kerak. Keyingi ustunligini aytib o'tamiz. Mana Umar akam o'zlari bilan gaplashdik. Umar aka, hosilni bir xil standart 200 gramdan 250 gramgacha aniq bo'ladi. Shunday. Ko'zingiz ko'rdi buni. 200 gramdan 250 gramgacha hosil massiviy bir tekisda bo'ladi. Rangi qon qizil keladi va qoshi kiprigi ochilib turadi. Kiprik yopilib qolmaydi. Biz bilgan eski seleksiyalarda, Gollandiyani mashhur seleksiyalarida pomidorlari hamma holatlarda nima deydi? Pomidor o'zini holatlarida kasalga 3 xil kasallikka emlangan bo'ladi va pomidor qoshi bilan uzilmaydi. Qoshini bekitib oladi va keyin uzayotganda kiprigi bilan uzilishida ham muammolar bo'ladi. Bu pomidorda u narsalarni kuzatmadi. Yo'q. Hech qanaqa unaqa muammo yo'q. Yo'q. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi Umar akam bilan pomidorni birgalikda ochib ko'rsak, Fayzulloh, Sardorbek, bir ochib ko'rsatinglar pomidorni. Mana pomidorlarimizning ichki holatlari, mana hosillari. Mashalloh. Mana uzilishini ko'rsating Fayzulloh. Glavni uzilishini ko'rsating. Dehqonlarimiz buni qaychilab uzishadi. Mana qaychilab uzilmaydigan holat pomidorda. Mana hosil. Qanaqa darajada hosil ushashi. E'tibor bering, o'sha etapni ushlab kelyapti mana. Ular kechkiroq ekkanlar. Imindi sinov bo'lgani uchun keyingi kunlarida ham yana gul tashlash holati yo'q. Mana bu issiq hozir gradus 50 gradus edi. Shu gradusda ham gul tashlash holatlari yo'q. Gullarini bir tekisda ushyapti. Gulli o'zini bargini tagiga yashirar ekan gulli. Gulni ham o'zini bargini tagiga yashiryapti. Bu hosil ertaga hosilga ta'sir qilmasligi uchun, to'g'rimi? Ha, hosilga ta'sir. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu yerda hech qanaqa pomidorda hech qaysi ishlov berilmagan, aytganlaridek
ekilgan, chopuq qilingan, suv berilgan. Boshqa holat qilinmagan. Mana pomidorni agar boshqa eski seleksiyaviy navlarimizni hozir Fayzulloh uzganlarida bunga qaytish kerak bo'lardi. Guli bilan uzib olgan, to'g'rimi? Shunday. Qaytish kerak bo'lardi. Inshaalloh mana qaytishsiz uziladigan pomidor bu seleksiyalarni biz o'zimiz inshaalloh qidirib topdik. Xudo xolasa mana hammasi sifati juda ham go'zal tarzda. Yotdi kerak bor ekan ozgina. Mana pomidorimizni holati. Hurmatli dehqonlar, bu determinant oilasiga mansub. Determinant oilasiga mansub. Endi bu yerda sal qarov bo'lmaganiga Umar akam o'zlari ham aytibdilar. Tekshirish Paliga bunaqa ko'p berilmagan. Palik bermadi. Yo'q. Chunki bunga oziqalar berilgani yo'q. Hech qanaqa oziqasiz bu o'zi shu palakka yetib keldi, to'g'rimi? Bu sinovdan o'tdi. Endi bemalol katta poylaga olsak bo'ladi. Endi inshaalloh katta poylaga olasizlar mana. Mana pomidor o'zini rangi, mana sifat. Mana qanaqa darajada sifat, qanaqa darajada pomidor qattiq kelyapti. Umar aka, pomidor teraman deganingizga o'tdan olib joyiga qo'yib qo'yaman lekin. Bemalol. Teriladi endi poyla bo'ldi. Inshaalloh mana teriladi deyaptilar. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana pomidor kelishi. Voy mashalloh. Mana sifat. Mana go'zallik. Pomidor bozorga olib chiqqanda ham holatlari juda go'zal. Yana bitta narsa boya kelganimda bitta tashib ko'rdik. Ko'p pomidorlarda ichkarida bez holati bo'ladi. Oq bo'ladi. Oq. Bunda o'sha holat yo'q. Keyin po'stlog'i qalin, ezilib ketmaydi. Ichkarida o'sha suvni ham, ichidagi amligini saqlab qoladi. Miyasini holati ham juda zo'r. Mana. Voy Umar aka mana to'kib tashlabdi aka. Mana hosil to'kib tashlabdi. Voy mashalloh. Voy mana qarang mana. Mana hosil. Bu qanaqa gapirishga ham til ojiz. Hosil juda ham go'zal. Juda ham sifat. Endi pomidorimiz aytganingizdek pishgandan keyin saqlash 6-7 kun. 6-7 kundan o'tkazish kerak emas. Yo'q. Ana o'sha narsasini ham aytib o'tamiz, hurmatli dehqonlarimiz. Pomidorimiz pishib yetilgandan keyin 6-7 kunda teruvini qilishimiz kerak ekan. Buni sinovini ham Umar akam qilibdilar. Qiziquvchan, o'z ustida ishlaydigan dehqonlarimiz mana shunaqa darajada har bir narsasini ko'rib chiqishadi, har bir kerakli holatni ko'rib chiqishadi. O'shaning uchun mirishkor dehqonlarimizni ichida hamma narsasi bor dehqonlar, hamma narsaga ega dehqonlar shu mirishkorligi bilan, shu harakatchanligi bilan erishyapti. O'shaning uchun imkon darajasida nima deymiz dehqonlarimizga, bizlarning kuzatuvchilarimizga o'z ustimizda ishlashimiz kerak, to'g'rimi Umar aka? O'z ustimizda ishlab turib, yengilliklarni birgalikda qilib turib, urug'chi bilan dehqon agar hamnafas bo'lib bir tarafda ishlasak, inshaalloh unda juda ham katta natijalarni birgalikda olsak bo'ladi, aka. Biza sifatli seleksiyalar, sifatli urug'lar olib kelamiz. Bular yetishtirib bizani xalqimizga yetkazib berishadi. Mana bitta ko'chatlarni ko'ring. Voy mashalloh, Fayzulloh. Fayzulloh, mana ko'chatni qarang. Mana qarang. Voy. To'la hosil. To'la hosil, mashalloh. Hurmatli kuzatuvchilarimizga Umar aka, o'zingizni qisqacha fikringiz pomidorimiz to'g'risida va bu yoq atrofda yon beringizdek yaqinlaringiz, birodarlaringiz bu pomidorga fikrligi qanaqa? O'shani bitta aytib o'tsangiz. Bu pomidor ser hosil. Qattiqligi ham yaxshi. Kasallikka chidamli. Gul quvrashi yo'q. Kun issiqda barglari uyushib qolmaydi. Hamma stress sharoitlariga chidab beradi. Hammasiga chidab. Buningga hali umuman dori sepilmadi. Faqat chopiq suv. Mashalloh. Eksperimentdan o'tdi hozir. O'tdi. Inshaalloh kelgusi yilga mana shu yorug'i birodarlaringiz bilan o'sha katta gektarda Xudo xolasa birgalikda sinaymiz. Shuni tavsiya qilamiz. Shuni tavsiya qilamiz. Bizani kuzatuvchilar undan keyin Xudo xolasa katta gektarga shundan o'tkazamiz. Shundan o'tkazamiz. Keyingi yil inshaalloh Umar aka katta gektarlaringizda birgalikda syomkani qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Alloh nasib qilsa. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, dehqonlarimiz, mana bizani ochiq yoritilgan pomidor holatimiz. Bu yoqlarni ham ko'rsatib ketavering. Shunaqa darajada ko'rsatingki, buni juda ham qiyinchilikka tushirishganki, qani bu o'sha qiyinchilikda nima holatgacha turib beradi pomidor degan holatga olib kelishgan. Shu holatda bu o'zini ko'rsatib berganiga Umar akamning o'zlari ham quvonyaptilar. Mana Fayzulloh holdiga bitta o'tsangiz, hurmatli operatorimiz, bu o'tda ham bitta ko'rsatib o'taylik.
ishlov ham berilmagan. Mana shu tomonlarda ishlov ham berilmagan deyaptilar. Hosilni qarang. Ishlov ham berilmagan. Hosil bir tekisda. Keyin bu sortimizda bitta narsa bor. Ishlov ham bergan o'sha. Mana holatiga e'tibor bering. Cho'kmagan. Ana o't ham bo'lmagan, mana shu nima qiladi. Badan juda o'ziga kiredki, U yerdan hamma qiyinchilikka chidab o'tdi bu. ishlov bo'lmagan holat. Endi bu yildan keyin katta gektarga tashlaymiz. Mashallah. Shu uchun chopmabdilar ham. Chopganim Yo'q, cho'pib ham bo'lmagan. Voy mashallah. Shu shu. Juda ham go'zal. Azobdan o'tsa, o'tadi-da. Ha. Azob berib ko'rish kerak bular. Shunaqa. Umar aka, sizga rahmat. Shunchalik darajada eng qiyin holatda bizning pomidorimizni sinovga qo'yib, shunchalik sinab ko'rganingizga va bu pomidor sinovdan o'tganiga biz ham xursandmiz. Inshaalloh kelgusi yillarda Umar aka siz bilan katta dalalarda, siz bilan va yoru birodarlaringiz bilan inshaalloh syomkasini qilib, xalqimizga tanitishga harakat qilaylik. Sizga kattakon rahmat Umar aka. Boringizga shukr. Alloh xayr baraka bersin hammamizga. Rahmat. Bu sortimizni taklif qilib qolamiz. Kelinglar, chempion now. Yaxshi.